akangmi? Akangga bunaqa gapirma. Akam o'zingiz naqdi. Bu kichkina o'g'ilniki bo'ladi, tushundingizmi? Aka o'smoqda kichkina o'g'ilniki bo'ladi deb. Hostilingni sug'urib olaman, turmanchi. Yana qo'shni aka kul urishyaptimi? Xabar olib qo'yingchi. Tilimni sug'urishga kuchingiz yetsa ko'ringlar-chi, lekin bilib qo'ying. Uy bari meniki bo'ladi. Shu mening kuchim yetadi do'stsanmi? Hozir. Hozir masalan ko'rsatib qo'yaman. Ha, qo'shin. Ota-onangni go'rda tik tursin, nimani talab ko'rsatadi? Olib kel apatkani bu yoqqa. Ko'rmayapsizmi qo'shni? Akam kim olib uy meniki deb to'polon qo'yibdi. Azalda uy kichkina farzandniki bo'lib turgan. Kichkina o'g'li bo'lsa ham maqibdi. Bu uyda meni ham haqqim bor. To'g'rimi qo'shni? Noto'g'ri. Hozir masalaga nima to'g'ri, nima noto'g'riligini ko'rsatib qo'yaman. Ho'kizdek bolalar, yerlaring men bilan. Tinchlikmi? Ne bizani mozorga olib keldingiz? Hukm o'tib qoldimi? Ha, o'lib qoldi. Ota-onang olamdan o'tganiga 2 yil bo'ldi. O'g'il farzand bo'lib turib, bir marta ham xabar olgani kelmadilaring-a. Yana uy joy talashishlaringga o'laymi? Qaysi bir otangni, qaysi bir onangni qabrligi hattoki eslaringda ham yo'q. Undan ko'ra uy joy talashguncha ota-onangni qabrini talashmaysanlarmi? Men suv o'taman, men obod qilaman deb. Samilsandagi o'g'ilni, sizchi siz? Ha, siz. Yaqinim, oxirgi marta qachon yaqinlaringiz qabridan xabar oldingiz?